million dollarlik reklama Nike kompaniyasiga вообще suv tekinga tushdi. Menimcha shu Venesuela prezidenti qamalganidan eng kayf xursand bo'lgan odam bu Nike rahbariyati bo'lsa kerak. Odamlar marketing mana dunyoda qanaqa darajada rivojlanib ketyapti. Venesuelaning prezidenti qamalganda ustidagi dvoykasi Nike firmasiga tegishli. Dunyoda shu sotuv bo'yicha boshqa firmalarga qaraganda umumiy foiz statistikada olganda ham juda baland ko'rsatkichlarda o'sib ketdi hozir. Katta mashhurlar, Ronaldoni ham ko'rdim, kiyib yurtdi. Shu darajada ekanki, sпрос shu darajada ortib ketganda o'sha janjal qilyapti klientlar. Xuddi mana shunaqa seriyada, shunaqa partiyada chiqarib beringlar deb sпрос qanaqa bo'lyapti ekan. Bizda bo'lsa marketing hali ham o'sha Vaynerga domda reklama qildirib, ovqatchiga kiyim reklama qildirib, ikkita pirojincha berib yuborib, ishtirangizga qo'yib bering deb marketingdan pulni qisib, siqilib, bitta kichkina avrachada kulukchani ichida ana shunaqa dumaloq uni ichiga qobiqqa o'rab olib, reklamani yorib chiqib ketadigan narsa O'zbekistonda emas, ayniqsa Gulistonda umuman kutishni o'zi ham xato bo'lsa kerak. Men o'qib maza qildim, shu videolar bilan ham qo'ydim. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, lekin xuddi o'zim o'shandan foyda qilgandek. To'g'ri bular pul tikmadi, lekin qanaqa darajada brendga foyda keltiryapti birovning musibati, otni o'ylab it bayrami deydi-ku, birovning musibati qanaqa keltiryapti. Lekin umumiy olganda ham marketingda dunyo miqyosida bular bu kompaniyalar вообще yorib boradi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas.